Mustaqil O'zbekiston keyingi chorak asr davomida keng ko'lamli islohotlar bois barcha jabhalarda yuqori ko'rsatkichlarga erishdi. Iqtisodiy imkoniyatlarimiz, ijtimoiy yo'nalishdagi yutuqlar, madaniy ma'rifiy yuksalish, xalqaro miqyosdagi nufuzimiz, albatta bularning bari O'zbekistonning birinchi prezidenti nomi bilan bog'liq. Davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilandi va amalga oshirilmoqda. Samarqandda birinchi prezidentimiz tavallud kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Mamlakatimiz mustaqilligining asoschisi, buyuk davlat arbobi, xalqimizning suyukli farzandi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov nomini bugun barcha yurtdoshlarimiz, butun dunyo ahli, o'tkir zakovatli, uzoqni ko'ra bilgan, xalqparvar inson sifatida chuqur hurmat, katta ehtirom bilan yodga olmoqda. Zotan Islom Karimovning fidoyiligi, tinimsiz olib borgan sa'y-harakatlari, vatanimiz va vatandoshlarimizga bo'lgan cheksiz muhabbati hamda sadoqati tufayli respublikamiz mustaqillikka erishib, inson va uning farovonligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Yurtimiz qisqa fursatda taraqqiy etib, jahonda shuhrat qozondi. Ulug' yo'lboshchimiz hayot bo'lganlarda bu yil 79 yoshni qarshi olardi. U tom ma'noda nafaqat O'zbekiston ahli qalbida, balki dunyo jamoatchiligi nazdida ham xalq prezidenti bo'lib qolaveradi. Islom Abdug'aniyevich Karimovning tavallud sanasi munosabati bilan u tug'ilib o'sgan zamin, muazzam Samarqand shahriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimova Tillayeva tashrif buyurdilar. Islom Abdug'aniyevich Karimov mangu qo'nib topgan Hazrati Hizr masjidi hududidagi makon bugun aziz qadamjoga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Tatyana Karimova va Lola Karimova Tillayeva dastlab ushbu mo'tabar dargohga tashrif buyurib, Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Qadamjoda birinchi prezidentimizning ruhi poklariga Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu dhkurulloha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Samarqand shahridagi forumlar majmuasida xalqimizning suyukli farzandi tavallud sanasi munosabati bilan ehson dasturxoni yozildi. Unga davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, turli soha egalari taklif qilindi. Marosimga davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. Tadbirda birinchi prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan ezgu amallar, O'zbekiston xalqining farovon hayoti, respublikamiz taraqqiyotiga xizmat qilayotgani chuqur ehtirom bilan e'tirof etildi. Qur'on tilovat qilinib, azaliy udumlarimizga ko'ra dasturxonlarga osh tortildi. Buyuk davlat arbobi, xalqimizning ulug' farzandi nomi qalbimizda mangu yashaydi. Uning bebaho g'oya va tashabbuslari yorqin mash'ala bo'lib ziyo tarataveradi.